Audio Jungle. Audio Jungle. Putin Rossiya elitasi ishtirokidagi suiqasd va to'ntarishdan xavotirda. Razvedka. Rossiya prezidenti xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan federal qo'riqlash xizmati Vladimir Putinning ehtimoliy suiqasddan xavotiri tufayli uni himoya qilish choralarini sezilarli darajada kuchaytirdi. Yevropa davlatlaridan birining razvedkasi shunday xulosaga kelgan. Bu haqda Financial Times'dan chiqqan hisobotda keltirilgan. Qayd etilishicha, choralarning bir qismi bevosita prezidentning o'ziga tegishli. Ular qatoriga quyidagilar kiradi. Putin bir necha haftalab modernizatsiya qilingan bunkerlarda, xususan Krasnodar o'lkasida vaqt o'tkazmoqda. Putin tashrif buyuradigan joylar ro'yxati keskin qisqartirilgan. Na u va na uning oilasi endi Moskva viloyati va Valdaydagi qarorgohlarga bormayapti. 2026-yilda Putin biror marta harbiy obyektlarga tashrif buyurmadi. Vaholanki o'tgan yili bunday safarlar muntazam edi. Boshqa xavfsizlik choralari bevosita Putin bilan ishlaydigan xodimlarga taalluqli. Uning yaqin atrofidagi xodimlarning uylariga kuzatuv tizimlari o'rnatilgan. Prezident bilan ishlaydigan oshpazlar, tansoqchilari va fotograflar jamoat transportlaridan foydalanish taqiqlangan. Prezident administratsiyasida esa ular ikki bosqichli tekshiruvdan, jumladan FKH ko'rigidan o'tadi. Putinga yaqin ishlaydigan xodimlarga faqat internetga ulanish imkoni bo'lmagan telefonlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Xavfsizlikni kuchaytirish choralari FKH xodimlari tomonidan kinologlar ishtirokida o'tkazilayotgan keng ko'lamli tekshiruvlarni ham o'z ichiga oladi. Ular shuningdek dronlarning ehtimoliy hujumlarga javob qaytarish uchun Moskva daryosi bo'ylab joylashtirilgan. Bundan tashqari, xavfsirashlar tufayli Moskvaning ayrim tumanlarida aloqa tarmoqlari vaqti bilan o'chirib qo'yilmoqda. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, FKH prezidentning maxfiy farmoniga tayangan holda Putin ishtirokidagi har qanday axborot yoki media materiallarni ham nazorat qiladi va muvofiqlashtiradi. Bu choralarning bir qismi Qurolli Kuchlar bosh shtabi tezkor tayyorgarlik boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Fanil Sarvarov o'ldirilganidan keyin joriy etilgan. 2025-yil dekabrda Sarvarovning avtomobili Moskvadagi yangi uyi yaqinidagi to'xtash joyida portlatib yuborilgan edi. Yevropa razvedkasining ta'kidlashicha, ushbu qotillik muhokamasi kuch ishlatar tizilmalar vakillari o'rtasida nizo kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Kim Chen In yoshlarni Ukrainadagi urushga tayyorlanishga chaqirdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In so'z davomida yoshlarni Koreya Mehnat partiyasi vazifalarni bajarishda asosiy kuch deb atadi va ularni Ukrainadagi urushda Rossiya tomonida turib jang qilishga targ'ib qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Pxenyanda Sotsialistik vatanparvar yoshlar ligasining 11-syezdi bo'lib o'tgan. Shimoliy Koreyada bunday tadbir har 5 yilda bir marta 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar uchun o'tkaziladi. Tadbir shu hafta ommaviy mitinglar, mash'alali yurishlar va tantanali konsert bilan yakunlangan. Kim Chen In o'z nutqida yoshlar o'rtasida tashkilotchilik va mafkuraviy intizomni kuchaytirishga chaqirgan hamda yoshlar ligasi hukmron partiyasi qarorlarini ijro etishda muhim kuch ekanini ta'kidlagan. Reuters yozishicha, Mehnat partiyasi yoshlarning sodiqligini Pxenyanning Ukrainadagi urushda ishtirok etishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lagan. Janubiy Koreya, Ukraina va G'arb rasmiylarining ma'lumotlariga ko'ra, KXDR Kursk viloyatidagi Rossiya kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun 14 mingga yaqin harbiy yuborgan. Shuningdek, ularning 6 ming nafardan ortig'i halok bo'lgan bo'lishi mumkinligi da'vo qilinmoqda. O'tgan oyda Pxenyanda halok bo'lgan askarlar sharafiga yodgorlik ochildi. Mafkuraviy nazorat kuchayotgan bir paytda KXDR rasmiylari xorijiy madaniyat, xususan Janubiy Koreya musiqasi, filmlari va slenglari ta'sirini ham qattiq cheklamoqda. Eslatib o'tamiz, KXDR harbiylari Rossiyaga yuborilayotgani haqidagi ilk xabarlar 2024-yil oktyabr oyida paydo bo'lgan edi. Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, o'shanda 1,5 mingga yaqin Shimoliy Koreyalik askarlarning ko'chirilishi qayd etilgan va keyinchalik ular Kursk viloyatidagi jangovar harakatlarga jalb etilgan.